Misol uchun san'atkorlarning tashqi ko'rinishi, o'sha jamiyatda yurish-turish axloq qoidalari, mezonlari bo'yicha ma'lum bir normalar ishlab chiqarilishi haqida. Odob axloq kodeksi ishlab chiqiladimi O'zbekistonda va siz buni tarafdormisiz? Bu yerda ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'ldi. Oxirgi o'sha torma-dor juda bir xunuk qo'shiqni o'zidan bir o'zi hamkasbi munosabat bildirib chiqdilar. Madaniyat vazirligi bu bo'yicha hech qanday munosabatga berishga majbur emas deb. Bunga siz nima deb qaraysiz? Bilasizmi, biz kelinglar mana shu o'rinda bu biz avvalo biz bir narsaga kelisha olaylik-da. Biz umuman modomiki biz demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz. Demak, demokratik jamiyat degani bu erkinlik ustiga quriladigan jamiyat bo'ladi. Bu jamiyat, xo'p, ana o'sha erkinlikni talab qilayotgan jamiyat avvalo o'zi tayyormi ertaga mana shu narsalarga degan savol chiqadi. O'zi tayyormi? Ya'ni agar erkinlik desa, kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga marhamat qilib. Shuning uchun bu o'rinda nima desamikin, bu qanaqadir axloq kodeksi yoki boshqa bir cheklovlar, boshqa narsalar qo'yish men tarafdori emasman. Agar menga qolsa,